Ağzını yum Meynat. Hemmisi sen baskının kasaptı. Canım apa, bir ağız gapdan qiling ma'qulmi? Ütünüp qalay. Senin dadan buzuq, senin. Sen bu mening o'g'amni qaynatmag'ina bir. Men bu shu sen shuni deb dodangning tildashnamlarga, tayoq to'qmoqlarga chidab kelyapman. Ama nima ish qilmaysan saran xotin? Nochi bo'lsang qiyni ura, kela, urmamsa. Er kishi bo'lsang ura qiyni. Nima? Shaptuluq. Voy to'ng'oz. Qizim o'lsa mening qishimda po'qpamika. Baskini Meynat qanjoq. Bugun men sen bilan tartib ishiman. Dadı bola ishkilning dardida ochiq shitib. O'lib qoladigan o'xshayman men. Dada, ana, so'qishmisanlar-chu. Men ba qo'rqib ketadi ekanman. Men degan akshi, xohlaganimni qilaman. Yo'q. 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 Maktabdan qo'yib berish qo'ng'irga chelinib, hamma bolalar xuddi o'zi chuvilgan narilarda sinflardan cho'rqirishib chiqib, qo'shaq qiyg'itib, o'ynab kelishdi. Mahira bo'lsa qapoqlari sangilagan, ruhi tushgan, chiroyi so'g'in holda so'rqisini ezib, maktab darvozasiga chiqdi. Uning uyga qaytgisi kelmadi. Uyga borib anglaydiganimi, cho'qqin tildashdi. Anası baya o'qituvchisi oldida to'liq o'sal ahvolga tushib qoldi. Bu ochiqini albatta olmay qolmaydi. Undaq bo'lmadi degan taqdirdami uyga borsa yana jidal majroning ustiga berishi mumkin. Ammo uyga qaytmasa nega boradi? Ham nega boramaydi? Uning ustiga Dilshod baya maktabdan qo'yib berganda adibona buyurmay dedi. Navada u biror yerda oldini to'sib olib, uni urib kesdi. Elimi yaxshi uning uyi Dilshod bilan bir yo'linishda emas. U yo'lda oldiga tortishib, keyniga tortishib, xeyli uzun ishkilinib turib baqdi. Oxiri yana toshbaqidek minutiga birdan chamdab mengib, bir uzunda uyiga yetib keldi. Mahiraning o'ylig'inida darvoza oldiga kelishi, o'yda bilan taqallashayotgan ota-onasining jar-jurlarini anglab qoldi. O lassada bo'ldi. Uning atdigandan beri azar yegan ko'ngli orom topqidak joy yo'qmi do'stlar? U shu topda onasining qo'yniga o'zini tashlab, to'kilib yig'lavasa. Dadasining quchqida erkilab, yuzlarini siylavasa. Naqadar baxt edi, ha? Ammo unga bu baxt nasib bo'lmadi. Mahiraning har kuni anglaydigani jar-jur, var-vurlar taptani etishdi bo'ldi. U darvoza oldida xeyli uzun yurdi. Ota-onasi paslaydigandek emas. Ular bir qator tilishib, varqirish bo'lgandan keyin tuyuqsiz gapning temisi Mahiraga yetib qoldi. Nima dedim? Mahira bir bolaning yuzini tatlabdi dedingmi? Vop pete quloq. Bu manqining kichikkin turib qilgan qilqini qara. Voy, bo'la emas texi dadasi. U hamisha bolalarning narslarini o'g'irlab oladi ekan. Bolalarni bo'za qiladi ekan, ish qilib, qilmang degan eski ishning hammasini mushu Mahira qiladi ekan. Bugun muallimning oldida bekli o'sal bo'ldim men. Dedi onasi qaynab chinqilib turib. Texim ondaqmi ish bor degina? Va quloq kesishim. Uni nemisini kam qilmadimi? Yeydiganni tipirib, kiydiganni epirib, xayzlaydiganni berib olsam, bu manqa odamning yuziga tukirib, haqning bir nemisini elvaqda kopdimi taxe? Shundaq dedi dadasi g'azab bilan varqirab jarqirab. Muallimi bolaga yana nasihat qilmasanglar o'qitmayman bu bolani deydi. Voy, nada undaq ish ekan. E'tiborga shariy qo'malimdan o'qitmayman deydiganga hadd emas. Voy, bo'ldi qislar tikiriklarini chachiratmay. Barcha xatolik shu bizning bolada tursa, muallimi shu ochchig'i kelib shundaq deydi. Ish qilib, bugun muallimning oldida nomusdan o'lgilak bo'lib ketdim men. Xap manqa, xap. O'ygim bir kelasa qani. Qanday qilganman? Xaqning narsalarini o'g'irlagan, yuzlarini tatlab olgan qo'lingni chalib etmaydigan bo'lsam. Sutida hammani anglab turgan Mahira tarangada orqasiga uchib ketgilab tasliq qoldi.
Qo'li mag'dursizlanib, yuragi mujurib og'irdi. Demak, u bo'sug'idan putini osila, tayoq to'qmoq, til dashnamga ko'milib ketadigan aniq. Mahira boyiqi saboqdishining yuzini tatirib oldi. Uning qilgani haqiqatan xato. U rost bir necha qitim bolalarning daftarini ipsagan. Bolalar bilan o'ynab etib urushib kelib, ularni uribmi baqqan. Ammo u keyin bekmi pushaymon qilgan hamda ikkinchilab bolalar bilan o'ynamaydigan va ularning daftarlarini elib olmaydigan bo'lgan. Boya muallimi uning qilmish atmishlarini bir-birlab onasiga to'kdi. Onasi endi dadasiga hol aytib, bo'g'ini qilib ketyotdi. Mahira ularning ko'ziga teximiz sat ko'ringan bo'ldi endi. Qanday qilish kerak? Zodi qanday qilish kerak? Mahira g'ayratga kelib uyga kirishni, ota-onasi oldida o'z xatoligini bo'yniga elib, kechirim so'rashni o'yladi. Ammo dadasining bu talvi mijozida uning eg'iz etishini kutmayla, urib so'qib ketishi aniq edi. Onasi botursa, onasi Mahirani qo'g'daydi emasmi? Lekin onasining albazidan qaraganda, balkim dadasiga bo'lishib, Mahirani tan qo'shib, tillab berishi mumkin. Mahira shunda xiyollar bilan ishkilanib turgan edi. Tuyuqsiz dadasining göz-göz dastlab ishik tarafga kelayotganligini ko'rib qoldi va yuragi qartada qilib eg'iziga kaplashib qoldi. U chaqalliq bilan tomning keyniga o'tib chaplashib turdi. Degandek dadasi darvozani kuchab ochdi va yo'lga chiqib birdan qarab turdi. Qara, momonqining hech kelmayotgan-ne? U shundoq deganicha yana gursildab dastlab orqasiga o'rilib kirib ketdi. Mahira qo'rqdi. U tom tuvida birdan o'ltirdi. Qo'zig'i ichib ketgan edi. Ammo ahvol boyiqidek tursa, qanday qilish kerak? Biror saboqdishining uyiga borsinmi ya? Yo'q. Unda qilsa bo'lmaydi. Hozir hammaylar uningga o'sh bo'lib ketgan tursa, kimmi uni qarshi oladi? Mahira uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri bir amal topdi va tam tuvidan asta ayrildi. Ota-onasi Mahirani toki kun qorong'i tushguncha saqladi. Mahira qaytib kelmagandan keyin endi ularning ochiqi ansirashga o'tdi. Bola kelmagan siri ular yana bir-biriga toptani aytishib, o'z aro do'q qilishib, sen unda qilmagan bo'lsang bundoq bo'lmaydi deyishib, jidal ovib, dadasi yana uydan ochiqlab chiqib ketdi. Anasi bo'lsa Mahiraning dadasining keynidan 70 puchtig'icha qasab tillig'inicha tukurkini chachirtib uyda qoldi. Dadasi mahallaning do'xmishidagi do'konga kirib, yana ichishga boshladi. U hamisha xotini bilan urushib qolgan vaqtda mana mushu yerga kelib ichadi. U bo'ldi degicha ichib, g'arq mast bo'lib ketadi va alang-salang dasiginicha o'stangning o'qasniqidagi shaptulliq beg'iga qarab mangdi. Bu 10 mo keladigan bog' Mahiraning dadasi oshnasi Rizvon Satang bilan ko'rishib, ko'ngil xushi etadigan maxfiy joyi edi. Har kuni dadasi mushu boqqa kelib, Satang yorini saqlaydi. Rizvon Satangmu bak yaraydigan cho'kan bo'lib, uni mushu boqda voyiga yetkicha xush qilib etadi. Onasining doim dadasi bilan urushidigini, qaqshaydigini bekor emas. Dadasi rostila talada ish qilmaslik qilib yuradi. Lekin u degan er kishi xotinning oldida men rost o'ynab qoptikanman, xopa bo'lmasala, endi pushaymon qildim deb yuradi. Gezikasi onasini netini dombalab qo'ysa, yeli chiqib ketgan kameradak bo'shab qoladi-da, dadasi yanala payzi qilib yuraveradi. Bugunmi dadasi oshu Satangni istab ketyapti. Mahira bog'dan to'ng shaptullarni putab yeb, qo'rsqini ko'lladi. Ondan bog'ning o'tirsidagi cho'ng bir tup shaptul daraxining ostiga qo'yilgan kichik karvatga kelib o'ltirdi. Uning maqsadi mushu yerda o'ltirib kunni kash qilib, ota-onasi uyquga ketganda orqa eshikdan g'ilmisida uyga kirib olish edi. Chunki ularning orqa bog' eshigi nemishqikin davomli ochiq turadi.
U ota-onasining urushlaridan, dadasining doim degidek yerim kechida ashu eshikdan chiqib ketgancha toki saharda qaytib keladiganligi va yoki qaytib kelmaydiganligini bilgan edi. U dadasining naga berib, nemish qiladiganligini bilmasimi, ammo uni talada yomon ish qilib yuramdikin deb o'ylaydi. Bo'lmasa onasi nima uchun kunda dadasi bilan so'qishaveradi? Mahira birdam o'ltirib yiqib zerikdi. Kitobini ilib o'qiy desa, xush yoqmaydi. Shuning bilan u karvatga o'zini tashlab, o'ngdisiga yotdi. Hamda tog'dan, bog'dan xiyol qilib yurib, bilib bilmay ko'zi uyquga ketib qoldi. Mahira ap-ap kütlerini yönetiyip sahnada usul oynayatmadı. Tövende oturgan o'quvchilari, saboqdoshlari onun yildiraz olqish yog'dirayotgandi. U cheksiz xo'shinlik ichida texama hayajonlanib o'ynayotgandi. Tuyuqsiz dadasi osmondan tushgandekla sahnada, ya'ni uning yonida paydo bo'lib kelyapti. Mahira dadasini mehr bilan quchoqlab turdi. Ammo dadasi yengang tishlarini chiqarib, uning go'shtlarini bir tishlamdan yulib yeyotgandi. Mahira qo'rqib, vaqirab-chaqirib baqsimi, hech kim uning ovozini anglayolmayotgandi. Tuyuqsiz tuvanda o'ltirgan saboqdoshlari, o'qituvchilari va sahnama yo'qib ketib, qop-qorong'i o'ygir ichiga dadasi bilan birga tushib ketayotgandi. Mahira har qancha kuchab vaqirgan bo'lsa-mu, ovozi teshig'i chiqmayotgandi. Dadasi alam-salang dastlab bir o'zinda paqqa yetib keldi va bir to'p shaptun tarafiga yo'linib, nachini qayqildi. Dada telefonning chirqini yoqmoq bo'lib, beqinini silashtirdi. Ammo topolmadi. Telefon boya yiqilib ketganda nagadir tushib qolgan edi. U o'milab silashtirib yurib, nechiqidim boshqa yoqlarga ketib qolib deganda qilib, ming bir balalikda bog'ning o'tirsidagi kichik karvatga yetib keldi. Bugun ay qorong'usi bo'lg'achqimi, osmon xuddi qozon ko'ntirib qo'ygandek qop-qorong'u edi. Dadasi karvatda bir qor gavdining so'zilib yotganligini siyqilab tan etdi va yuragi hayajondan yayrab ketdi. U hasirab hemidab, xuddi bug'doyliqqa tiklab qo'yilgan qaranchiqdek lapdang'ishib yurib, kiyimlarini soldi.